Heyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Fayzi va biz bugun yana bitta ajoyib video olamiz. Ya'ni biz bugun challenge'larni bajarishimiz kerak. Sizlar esa like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani do'stlar, go. Biz esa videoni boshladik. Xullas kalom, bizning birinchi challenge'imiz bu 64 ta blokdan yerga lava bilan tushishimiz kerak. Xullas sinab ko'ramiz. O'xshasa o'xshamasa bizga vobshe farqi yo'q. Qani do'stlar, let's go. Yoki endi let's go. Davay. Voy sharmanda. Mayli, ikkinchi urinish do'stlar. Qani sizlar uchun yana bir marta sakrab ko'raman do'stlar. Qani kettu. Davay, endi o'xsha. Do'stlar, menda uje shubha bor. Bu narsa o'zi rostdan ham ishlaydimi yoki yo'qmi? Tushunmayapman. Balki yo'q narsani, o'xshamaydigan narsani qilishga harakat qilayotgandirmiz voydan beri, balki qaranglar. Hop, mana yana o'xshamadi. Mana o'xshamayapti. Qarochi, hozir o'zimni bir narsa qilib qo'ymasimdan oldin keyingi challenge-ga o'tamiz do'stlar. Xullas, bizning keyingi challenge-imiz bulutlarga teng joydan bedrockgacha water drop qilishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda bedrockgacha teshik bor va mana bu yerda suv olib kelib qo'yganman va kravat, faqat uxlash esimdan chiqib qopti. Lekin menga farqi yo'q, chunki men lestnitsa qurib qo'ydim do'stlar. Endi esa biz challenge'imizni bajarishga o'tamiz. Xullas, mana bu yerdan yokida mana bu yerdan tushishimiz kerak. Qarshi bedrockga to'g'ri tushishimiz kerak. Let's go. Davay. Mayli. Hammada ham birinchi marta o'xshamay qolishi mumkin. Shuning uchun ham bir sandiq chelak olib kelganman, suv olib kelganman. Ikkinchisida balki o'xshab qolar. Davay. Voy, sal qoldi. Qaranglar do'stlar, men chekkasiga tushib qolyapman-da, blokda chekkasiga tushib qolyapman. Agar to'g'ri tushsam, allaqachon tushgan bo'lardim. Mana qaranglar. Bedrockga men tushmayapman, mana qa chekka joylarga tushib qolyapman. Shuning uchun qiyshiq tushyapman. Atak to'g'ri tushsam, bittada o'xshatishim mumkin edi. Hozir endi 3-urinish. Davay, let's go. Davay. Hop. Mana shunday deyotdim-da do'stlar. Mana shunday deyotdim. Agar suvga, nimaga, bedrockga to'g'ri tushsam blokka, bemalol bitta urinishda qilaman. Agar chekka-chekka tushib qolsam, endi buni o'zlaring bilasizlar, bemalol o'lib ketaman. Shu joyga like bosib qo'yinglar do'stlar. Like'ga menimcha arziydi. Agar arzimasa, unda komment yozinglar. Qarochi, biz keyingi challenge-ga o'tamiz. Keyingi challenge'imiz esa juda ham ajoyib. 1 minut ichida nimadir qilib o'lishimiz kerak. Qarochi, hech narsa qilmasdan tabiiy ravishda o'lib ketishimiz kerak. Xullas, dunyoni sazavat qilamiz va timer ketdi. Go. Qanday? Qarochi, suv bilan. Davay, suvni ichida o'lamiz. Agar ulgurmasak, unda keyingi safar boshqa narsani sinab ko'ramiz. Davay. Tezroq tuga. Davay. Shunaqa paytda ko'pikchalarim yomon sekin ketayotgandek tuyuladi, boru. Shunday narsani qilib turganda ham aytdi. Davay, hop. Davay, proses boshlandi. Davay. Tezroq o'l. Davay. Bo'l, 4 yurakcha qoldi. 4 ta yurakcha, 3 ta. 3 ta uje. Davay. 2 ta qoldi. 2 ta, bitta. Yo'q. 16 soniya qolganda o'sha tugatim do'stlar. Mana bu esa obunaga arziydi menimcha do'stlar. Xullas, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Chunki men tug'ilgan kunimgacha 10 mingta bo'lishim kerak do'stlar. 10 mingtaya. Iltimos, 10 mingta qilishimga yordam beringlar, chunki 1 oy qoldi xolos. Qancha tez bo'lsak shuncha yaxshi. Agar kimda yana challenge'lar bo'lsa, albatta bemalol kommentlarda yozib qoldiringlar va ajoyib challenge'lar yozib qoldiringlar. Chunki ular zo'r bo'lish kerak, ajoyib bo'lish kerak. Xullas, sizlar bilan Fayzi bo'ldi. Hammaga xayr emas, har doimgidek ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'linglar.